bosqichlarini etapni aytganda, birinchi atom bor deb aytgan bu o'sha 2000 yarim yil oldin Yunon filosofi Demokrit aytganki, atom bo'linmas zarra deb ketgan. Yadro fizikasi esa bevosita o'tgan asr yadro fizika asr desak xato qilmaymiz, chunki o'tgan asrning boshida 1911-yilda birinchi Rezerford yadroviy reaksiyani amalga oshirgan. Rezerford tajribasi yordamida atom strukturaga ega bo'lgan elektronlar va markazida massiv yadro borligini topgan. Rezerford laboratoriya sharoitida tajribalarda birinchi bo'lib protonni hosil qilgan. Demak, o'tgan asr bevosita yadro fizikasiga doir asr desak mubolag'a bo'lmaydi. Kam yozamiz, keyin men tushuntirib ketaveraman. Demak, asosiy rivojlanish bosqichlarining xronologiyasi degan narsa bor. Xronologiya degani o'sha fanning rivojlanish etaplari. Birinchisi 1896-yilda yozilgan. 1896-yilda Becquerel radioaktivlikni kashf qildi. 1896-yilda Becquerel radioaktivlikni kashf qilgan. Bundan keyin moddalarning radioaktivlik xususiyatlarini o'rganildi va yadrolardan yadroviy nurlanishlar, ya'ni alfa, beta, gamma nurlanishlar chiqishini tajribalarda ular kuzatdi. 1900-yillarda Curie, Rutherford hamda Soddilar ayrim radioaktiv izotoplarni hosil qildi hamda yadroviy nurlanishlar alfa, beta va gamma lardan tashkil topganini aytib berdi. Keyin atomning birinchi modelini kim aytgan? Birinchi atom modeli bor undan oldin Thomson aytgan. 1897-yilda Thomson elektronni kashf qilgandan keyin o'zining birinchi atom modelini tuzgan. Bu atom modelida nima degani? Bu atom maisli keks deb aytib bo'lmaysizlar. Sfera shaklida ega maisli keks deb turgan. Bularda ichida bo'lgan maislar bu bevosita teng taqsimlangan zarra, bu elektronlar deb ketiladi. Va umumiy olganda atomning zarrasi neytral, zarrasi yo'q. Ya'ni elektronlar zarrasi bilan o'sha nimaning keksning o'zini musbat zarrada bir-birini kompensatsiya qilib, atom neytral zarracha ekanligini aytgan. Xo'sh, 1911-yilda Ernest Rutherford atomning Thomson modeli haqiqatan ham mavjudmi yoki yo'qligini tekshirish uchun o'zining tajribaviy qurilmasi yordamida alfa zarralarni oltin folgasiga sochilishni o'rganib, atomning planetar modeli ekanligini birinchilardan bo'lib tajribada tasdig'ini taklif qilgan ko'rgan. Atomning planetar modelini taklif qilgan. Atomning planetar modelidagi ayrim kamchiliklarni kvant nazariyasi, kvant mexanikasi yordamida Niels Bohr o'zining tasavvuroti orqali doполнение, ya'ni qo'shimcha qilib o'sha planetar modelni yana rivojlantirishga olib kelgan. Atom o'rganilgandan keyin atomning markazida massiv yadro borligini Rutherford aytgandan keyin olimlar atomni elektron hamda yadrodan tashkil topishni ega bo'ldilar va keyinchalik bular atomdan tashqari yadro xususiyatini o'rganishga qiziqib, yadroning xususiyatlarini o'rganishga kirishdilar. Bunda yadroning tarkibida biz aytdikki, Rutherford tajribasida yadroning tarkibi birlamchi zarra, proton degan, musbat zarraga ega bo'lgan proton deydi. Protonning so'zining ma'nosi proti, birinchi degan, birlamchi degan narsa. Musbat zarraga ega bo'lgan zarracha massasi elektron massasidan ancha og'irroq, taqriban 2000 marta og'ir, lekin zarra jihatdan elektron zarrati bilan teng. Elektron zarrati manfiy bo'lsa, bu proton zarrati musbat. Lekin 1932-yilda kosmik nurlar tarkibini o'rganayotgan paytda amerikalik eksperimentator Chadwick massasi proton massasiga yaqin, lekin zarrati 0 ga teng bo'lgan neytron zarrachani aniqlagan. Bu zarrachani keyinchalik neytron deb ketgan. Chadwick kosmik nurlarda aniqlagan. Kosmik nurlar tarkibida elektronga anti zarracha bo'lgan pozitronni ham olimlar tajriba, ya'ni kuzatishlar natijasida topgan. Bu esa elektron agar minus zarraga ega bo'lsa, pozitron o'sha xuddi elektron massasiga teng, faqat zarrati musbat zarra. Ya'ni elektronning agar zarrati yozilgan bo'lsa, bu minusdan 1.6 10 darajasi minus 19 kulon bo'lsa, buniki musbat minusdan 1.6 10 darajasi minus 19 kulonga teng bo'lgan musbat zarrachaning kosmik nurlar tarkibida kuzatgan. Keyinchalik yadroning xususiyatlarini o'rganish uchun olimlar yadro bilasizlarki, yadro o'lchali
ancha atom o'lchamidan ancha kichik. 100 ming marotaba atom o'lchamidan kichik. Shunda biz agar mikro'olamning xususiyatlarini o'rganishga harakat qiladigan bo'lsak, biz u mikro'olamdagi o'lchamlargacha kirib bora olish qobiliyatiga ega bo'lgan qurilmaga ega bo'lishimiz kerak. O'sha qurilmalardan bittasi bu o'sha paytlarda hali endi kashf qilinayotgan bo'lgan bu tezlatgichlar degan narsa bu. Chunki men o'tgan darsda ham aytdim, biz zarrachaning kvant mexanikada ikki xil xususiyatini ko'rganmiz. Ham to'lqin xususiyati bor, ham zarracha xususiyati bor. Dualizm degan. O'sha zarracha ham to'lqin xususiyatidan qaraydigan bo'lsak, biz Louis de Broglie'ning de Broglie to'lqini yozdik. De Broglie to'lqini uzunligi bu h bo'lib m v impulsga tenglik. Yoki h bo'lib p. Endi agar sizlar yadro o'lchamigacha bo'lgan o'lchamga kirib borishga harakat qilmoqchi bo'lsangiz, unda biz aytdik, yadroning o'lchami atom o'lchamidan 100 ming marotaba kichik deganda, bu o'lcham 1 fermiga teng. Uning o'lchami 1 fermiga teng. 1 fermi degani bu 10 darajasi -15 metr yoki -13 santimetrga teng. Shuning uchun agar biz atomning markazida joylashgan yadro bilan ta'sirlashmoqchi bo'lsak, u yadroning xususiyatlarini o'rganmoqchi bo'lsak, bizda ta'sir etadigan qurilmaning, ya'ni ta'sir etadigan xoh u zarracha bo'lsin, xoh u to'lqin bo'lsin, uning to'lqin uzunligi, uning o'lchami shu diapazon o'lchamiga teng bo'lishi kerak. Shuning uchun men sizlarga aytamanki, agar biz yadroning xususiyatlarini o'rganmoqchi bo'lsak, bitta xususiyat o'rganishdan bitta metodi bu tez elektronlarni yadroda sochilishi. O'sha Rezerford tajribasida aytganda, Rezerford bu alfa zarralarning yadroda elastik sochilishini o'rgangan. Bundan tashqari biz agar tezlatishga qurilma mavjud bo'lsa, unda biz tezlatishlarda zararlangan zarracha elektronlarni tezlashtirib, tez elektronlarni yadroda sochilishi natijasida yadroning zarar taqsimoti, yadroning radiusi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Bunda mana bu qonuniyatga bitasizlar. Elektr maydonda bilasizlar energiya bu U. Agar elektron bo'lsa, Qu, agar elektron bo'lsa U. Demak, agar uning o'lchami yadro o'lchamiga yaqin deb oladigan bo'lsak, H taqsimi P. Boshqa tomondan energiyamiz bu P kvadrat taqsimi 2m deb aytdik. Mana bu kinetik energiya bo'lsa, buni biz yana tenglashtirishimiz mumkin elektr maydonidagi energiya. Agar mana shundan P ni topib bu yerda qo'yadigan bo'lsak, bu bo'ladi H bo'lib ildiz 2m U hamda qonuniyatga bo'ladi. Va bu yerdan xulosa qilish mumkinki, demak, o'lcham kuchlanishining ildiziga keskin proporsional ekan. Qancha biz zararlangan zarrachalarning elektr maydonda kuchli katta kuchlanishga ega bo'lgan elektr maydonda tezlashtirsak, u shuncha to'lqin uzunligi qisqa bo'ladi va to'lqin uzunligi qancha qisqa bo'lsa, biz atomdan tashqari yadroda ham ta'sir qila olamiz. Shuning uchun fanda birinchi muammolardan bittasi bu yuqori voltli qurilmalar yasash bilan. Ya'ni voltli, yuqori voltli degani kuchli elektr maydon hosil qilish bilan. Juda kuchli elektr maydon hosil qilish uchun yuqori voltli qurilmalar kashf qilishga mujassamlashgan fan bo'lgan. O'sha paytlarda Van de Graaff generator dedilar. Yuqori voltli Van de Graaff generator, Cockcroft-Walton generator dedilar. O'sha yuqori voltli generatorlar yo'lida ular juda yuqori kuchlanish olib, keyin zarrachalarni tezlashtirib, bevosita o'sha bombardimon qilgan, ya'ni o'sha zondlagan, yadroning zondda, yadrodagi xususiyatlar, zarar taqsimoti, uning o'lchami, massalari to'g'risida nimalar natijalar olingan. Keyinchalik yadroning tarkibida proton hamda shunaqa bir asbob qurilma o'rnatilib qo'yilgan, bu nomi mass spektrometr. Mass spektrometrlar bu zararlangan zarrachalarni tezlashtiramizda uning magnit maydonda og'ishini kuzatamiz. Ya'ni ionlarning magnit maydonda og'ishini bilib, magnit maydon induksiya chiziqlari doskadan ketyapti, perpendikulyar. O'sha paytda zararlangan zarrachalar Lorentz kuchi degan narsa bor. Lorentz kuchi ta'sir etib, mana bu yerdan siz agar vodorodni bug'lantirib yuborsangiz, unda vodorod o'zi 3 ta izotopdan tashkil topganligini mana shu tajribada bevosita kuzatamizda. Bilasizlarki, qaysiki massasi og'ir bo'lsa, massa bo'yicha taqsimot mana bu spektr qo'yadi. Shunda sizlar vodorodning vodorod 1, vodorod 2 va vodorod 3 degan izotoplarni kuzatasiz. Shundan keyin olimlar orasida shunday savol tug'ilganki, yadroning tarkibida
protondan tashqari yadro proton hamda yana bir neytral zarracha massasi proton massasiga yaqin bo'lgan neytral zarrachadan tashkil toplanadigan bu proton hamda neytron modeli. Bunga ikkita olim nazariyotchi Ivanenko hamda Geyzenberg nazariyasi bo'yicha Geyzenberg Ivanenkoning yadrolar proton hamda neytron modeli, ya'ni yadroning proton va neytron modeliga asos solingan. Hozirgi kungacha yadro tarkibi ikki xil turdagi zarracha proton hamda neytrondan tashkil topgan. Buni biz bevosita nukleonlar ham deymiz. Nukleonlar degani bu bevosita proton hamda neytronlar sistemasi deb aytish ham mumkin. Tushunarlimi? Demak, texnologiya rivojlanib ketyapti. Texnologiya rivojlanib ketgandan keyin biz yadroning ichida bo'lgan proton va neytronni o'rgandik. Proton hozirgi kunda proton neytronlar kvark va glyonlardan tashkil topgan deb hozir olimlar kvark hamda glyonlar xususiyatlarini o'rganishga mujassamlashgan laboratoriyalar mavjud. Demak, sizlar bilan biz yadroning rivojlanish bosqichi o'tgan asr bu bevosita yadro fizika asri desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'sh, endi kam-kam asosiy joylarni yozib ketishimiz kerak. Yadroda proton va neytrondan tashkil topgan deymiz. Endi massa jihatdan proton hamda neytron deyarli teng massaga ega. Lekin ma'lum bir miqdorda proton va neytron og'irlik jihatdan ozgina farq qiladi. Shunda neytron massasi proton massasiga qaraganda nisbatan og'irroq. Avval biz bitta narsa bilan kelishib olaylik. Yadro fizikasida ham, atom fizikasida ham massani biz kilogramda emas, massa atom birligida ifodalaymiz. Bir massa atom birligi nima degani? Massa atom birligi. Nimasichi? Qonun qoidasi nima degani? 1 taqsimi 12 uglerodning 12-chi izotop haqida ham gapiraman. Izotop massasiga teng. Bu esa 1.66 10 üstü minus 27 kilogramga teng. Buni yozib qo'ying. Bu bir atom massa birligi. Shu bir atom massa birligida proton hamda neytronlarning massasini atom massa birligida ham ifodalash mumkin. Bunda aytamiz. Aslida proton massasi bu 1836 ta elektron massasiga teng. Neytron massasi 1838 marta elektron massasidan katta. Shuning uchun neytron massasi ma'lum bir miqdorda neytron massasi aslida kattaroq bo'lgan proton massasi. Lekin ko'p joylarda neytron massasini proton massasiga teng deb aytiladi. Lekin aslida ikkita elektron massasiga og'ir. Endi atom massa birligini yozadigan bo'lsak, proton massasi 1.0078 25 massa atom birligi. Neytron massasi 1.0086 65 massa atom birligi. Buni yozib qo'yinglar. Yadrolarda yadroning o'zini belgilashi bor. Bunda belgilashda biz ma'lum bir x noma'lum yadro bo'lsa, bunda a bo'ladi, pastda z bo'ladi, bu tomonda n. Demak, bu yadro belgilashda bu massa soni, bu yadrodagi zaryad, ya'ni proton soni, bu yadrodagi neytron soni. Formulasi nima dedi? Massa soni z plus n bo'ladi. Shunda shunaqa qonuniyat borki, ayrim yadrolarda shunda massa sonlari teng. Ba'zilarda protonlar soni teng, ba'zilarda neytronlar soni teng. Shunda guruhlarga bo'lingan. Yozinglar. Agar yadroda massa soni a bir xil, massa soni a katta a bir xil
Buni qizil uchqunga yo'lsangiz ham nima qilmaydi, zarar qilmaydi, chunki kerak narsa. Massa soni katta A, bir xil. Zaryadlari har xil yadrolar. Zaryadlari har xil yadrolar. Izobar yadrolar deyiladi. Izobar yadrolar deyiladi. Mana so'zga e'tibor beringlar-da, izobar A harfida udarение bo'ladi-da, A da. Izobar bo'lsa bu A konstant, A doimiy. Izobar yadrolar deyiladi. Izobar yadrolarga misol keltiradigan bo'lsak, 11 bor. Mana shu yadrolarni biz izobar yadro deymiz. Ya'ni massa soni bir xil bo'lgan yadrolar izobar yadrolar deydi. Yozlaringizmi? Izobar yadrolarning kimyoviy xususiyatlari turlicha. Izobar yadrolarning kimyoviy xususiyatlari turlicha. Fizik xususiyatlari nukleonlar soni bir xil bo'ladi. Fizik xususiyatlari nukleonlar soni bir xil bo'ladi. Ikkinchisi, ikki deb qo'yinglar. Bir xil zaryadga ya'ni bir xil sonli protonlarga ammo har xil massaga ega yadrolarga izotoplar deyiladi. Ammo har xil massa yadrolarga izotoplar deyiladi. Izotop deyapmiz-ku, P harfiga udarение bo'ladi-da. Oxiri P bilan tugatgan bo'lsa, sразу esingizda qolsin, proton doimiy ekan. Protonlar soni doimiy. 16-kislorod 8 ta, 17-kislorod 8 ta va 15-kisloroddan 8. Mana protonlar soni doimiy, lekin massa soni turlicha. Bo'lgan yadrolarni biz izotoplar deymiz. Bu izotop degandan P harfiga e'tibor berasizlar, shu P harfi bilan tugayapti. Izotoplar davra jadvalining bitta yacheykasida joylashgan. Chunki kislorodga hammasi, bilasizlar, hammasi kislorod bitta yacheykaga joylashgan. Tabiatda elementlarning izotoplar soni bir necha miqdordan, yana bitta ikkita bo'lishi mumkin miqdordan bir necha o'n miqdorgacha, ya'ni o'nlab miqdorgacha bo'lishi mumkin. Ayrim elementlarga izotop bir dona, ayrim elementlarga izotop 30 tadan ham chiqadi. Shuning uchun davra jadvalda agar biz qaraydigan bo'lsak, elementlar 118 ta bo'lsa,
izotoplari bo'yicha qaraydigan bo'lsak, u 1000 dan ortiq. Masalan, oddiy qilib aytganda, tabiatda tabiiy kislorodning 3 ta izotop bor. Bundan tashqari vodorodning 3 ta izotop bor. Bu 3 tadan. Lekin shunaqa elementlar borki, 20 tadan izotoplar bor. 20-25 ta izotoplar bor. Ba'zi elementlarda bor. Izotoplar soni bitta o'zi. Yana bitta izotop bor. Shunda izotoplar soni bilan hisoblaydigan bo'lsak, 1000 dan ortiq element bo'ladi. Izotom agar yadroda neytronlar soni doimiy lekin massa soni turlicha bo'lsa, bunday yadrolarni izoton yadrolar deyiladi. Misolda mana bu uchovni yozdim. Azot, kislorod, ftor. Yod bo'lsa bitta i bo'ladi. Tagida yoziladi. Ko'zgu yadrolar. Birinchi yadroning protonlari ikkinchi yadroning neytronlariga birinchi yadroning protonlari ikkinchi yadroning neytronlariga, ikkinchi yadroning protonlari birinchi yadroning neytronlariga teng bo'lsa, bunday yadrolar bir-biriga nisbatan ko'zgu yadro hisoblanadi. Tagida misol yozinglar, ko'zgu yadro. Birinchi yadroning protonlar soni ikkinchi yadroning neytronlar soniga, ikkinchi yadroning protonlar soni birinchi yadroning neytronlar soniga teng bo'lsa, bunday ikkita yadro bir-biriga nisbatan ko'zgu yadro hisoblanadi. Mana bu bitta misol. Massa soni yozib olarsan-ku. Endi yozinglar. Yadroning o'lchami hamda zichligi. Kichkina mavzucha qilib qo'yinglar. Yadro o'lchami va zichligi. Yadro o'lchami va zichligi. Endi yadro o'lchami deganda yadroning radiusi diametri hisoblanadi. Yadroning o'lchami to'g'risida ko'plab tajribalar o'tkazgan, ya'ni yadroning radiusini topish uchun ko'plab metodlar mavjud. Yadro radiusini topadigan radius qiymatini eksperimental formulasi bor. Ya'ni yadro radiusi teng r nolvoy a darajasi 1/3.
ana shunaqa eksperimental formasi bor. Bu yerda R0 doimiy qiymat bu o'zgarib turadi. 1.1dan to 1.5 gacha 10 darajasi minus 13 santimetr qiymatda o'zgarib turadi. Va turli xil metodlarda aniqlaganda buni bu metod qiymat doimiy soni. Masalan, agar sizlarga savol bersa, alyuminiy 27 ning radiusini toping desa, 27-chi alyuminiy bo'lsa, buni nima qilasizlar? Alyuminiy radiusi demak yozasizlar 1.4 10 darajasi minus 13 ko'paytirasizlar kub ildiz 27. 27 kub ildizdan necha bo'lib chiqadi? 3 bo'lib chiqadi. Shuning uchun ko'paytirsangiz nima chiqadi taqriban? 4.2 10 darajasi minus 13 santimetr yoki 4.2 fermi deyishamiz. Fermi degan birlik bor. 4.2 fermi deyishamiz. Birdaniga 4.2 fermi. Bu yerda yozib qo'ying. Bir fermi. Bir fermi bu 10 darajasi minus 15 metr yoki 10 darajasi minus 13 santimetr. Bu femto degan so'zdan kelib chiqqanda va yadro radiusini aniqlashning turli xil eksperimental metodlari bor. Tagida yozib qo'yilgan dasturda yadro radiusini aniqlash usullari. Yo'q, buni keyin yozasiz. Avval men gapni yozing, keyin bu misol keltirasiz. Yadro radiusini aniqlashning eksperimental usullari. Birinchisi bu o'sha tez elektronlarni yadrodan sochilishi. Yadrodan elastik sochilishi. Tez elektronlarning yadrodan elastik sochilishi. Tagidan ikkinchisi yadrolarning alfa yemirilishi. Yadrolarning alfa yemirilishi. Yadrolarning alfa yemirilishi. Uchinchisi tez neytronlarning yadrodan sochilishi. Tez neytronlarning yadrodan sochilishi. To'rtinchisi mezoatomlarning shunaqa so'z bor, mezoatom. Mezoatomlarning nurlanish spektrini tahlili. Mezoatomlarning nurlanish spektrini tahlili. Ana shu 4 xil usul, yana boshqa usullar ham mavjud. Men 4 xil usulni aytib ketdim. Shu 4 xil usul yordamida bevosita mana bunday qonuniyatga kelgan olimlar va bu yerdagi mana R0 qiymati mana shunga teng. Har bir usulning o'zining qiymatlari mavjud. Shuning uchun o'rtacha qilib ko'p misollarda, masalalarda biz 1.4 deb olamiz. Aslida 1.1 dan to 1.56, 1.6 gacha o'zgaradi. Endi buni yozib olamiz. Bizga yadroning misol keltirdim men sizlarga. Bu yadroning radiusini aniqlash to'g'risida gap. Bundan tashqari yadroning zaradini aniqlash degan narsa ham bor. Buni yozib olganlar bor. Ikkinchisi kichkina yozib olgan yadroning zaradi. Yadroning zaradini aniqlash metodlari, usullari. Yadroning zaradini aniqlash usullari. Sizlar bilan biz xarakteristik va tormozlovchi rentgen nurlarini o'tgandik-a? Ana shu xarakteristik rentgen nurlari mavzusida bitta narsa bo'ladi.
Moseley qonuni deb aytib o'tamiz. Eslaringizda bo'lsa. Moseley qonuni qanday edi? Ildiz mu proporsional z edi. Demak, har qanday atom o'zidan xarakteristik rentgen nur chiqarsa, bu xarakteristik rentgen nur o'sha atomning tartib raqami bilan bevosita chizikli mana bunday bog'liq ekan chastotasi. Va ana shu bog'liqlik chastotadan bevosita biz yadroning zaradini topishimiz ham mumkin. Demak, yadroning zaradini hisoblash usulidan birinchisi bilib qo'yinglar. Moseley xarakteristik rentgen nuri. Xarakteristik rentgen nuri XRN o'zini XRN xarakteristik rentgen nuri hamda Moseley qonuni yordamida deysizlar. Formasini yozasiz, mana Moseley deysizlar. Moseley deysizlar, tepadagi formani yozasiz. Xarakteristik rentgen nuri hamda Moseley qonuni yordamida bevosita yadroning zaradini topishimiz mumkin. Yadroning zaradini topishda bu qonundan tashqari yana bitta formula bor. Bu bevosita biz sizlar bilan atom modeli o'tganimizda atom modeliga Rutherford tajribasida Rutherford formulasi beradi. O'sha Rutherford formulasidagi eslaringizda kelsa, u ham murakkabroq formula. Lekin ana shu Rutherford formulasi yordamida ham bevosita yadroning zaradini topish mumkin. Kichkina n Dn taqsim n nolvoy K Z1 Z2 Y kvadrat ikkita kinetik energiya kvadrat D omega sinus kvadrat sinus 4 taqsim teta 2. Ana shuna formula beradi. Bunda mana bunday aytaman. Birinchi tushayotgan zarrachaning agar biz mana bu yerda alfa zarracha desak, mana bu zarrachaning x desak, bu nishon yadro. Eslaringizda bo'lsa, Rutherford tajribasida folga nimadan qilingan? Folga oltindan qilingan. Oltin folgada biz yuboryapmiz alfa zarrachani. Demak, Z alfa zarracha, bu yoqda Z oltinniki. Agar siz Rutherford tajribasida noma'lum birorta metal plastikini qo'ysangiz, uni alfa zarracha bilan bombardimon qilgan paytda alfa zarrachaning kinetik energiyasi va ma'lum bir burchakda qolgan burchak, teta burchak hamda shu burchakka olgan, Dn alfa zarralar sonini topib olsak, biz bevosita yuqoridagi formula asosida nishon yadroning tartib raqami z ni topishimiz mumkin. Ya'ni ikkinchi metod bu Rutherfordning sochilish nazariyasi asosida, Rutherfordning sochilish nazariyasi asosida yadrolarning zaradini hisoblab topish mumkin deb formulasini yozib bersizlar. Yadrolarning zaradini hisoblab topish mumkin. Mana formula yozib o'tdim. Chizmani agar xohlasangiz chizib qo'ying. Bo'lmasa bu chizma sizlarda oldin bo'lgan, daftaringizda oldin kelsangiz. Endi yozinglar. Yadroning zichligi tire yadro materiyasining zichligi barcha yadrolar uchun bir xil
xil qiymatga ega. Demak, zichlik bir xil qiymatga ega bo'lsa, nukleonlar soni ortsa, zaryad ortadi hamda uning o'lcham ortishi kerak, chunki zichlik mana qanaqa bo'lishi. Mana aytamizku, oddiy molekulyar fizikada zichlik bu massa taqsim hajm. Zichlik doimiy qolishi uchun hajm oshgan sari massa ham oshib ketishi kerak. Shuning uchun katta og'irlikdagi yadrolarning o'lchami ham katta. Chunki zichlik doimiy turishi kerak. Kichik o'lchamda u kichik bo'ladi. Molekulyar fizikada konsentratsiya degan narsa bor. Konsentratsiya degan narsa to'g'ri. Bir taqsimi agar yadroning konsentratsiyasi deyilgan bo'lsa, unda biz umumiy, mana bu harfni bekorda o'chirgan bu, umumiy yadrolar soni, ya'ni nukleonlar soni, hajm birligida nukleonlar soni konsentratsiyani beradi. Mana endi agar yadro sfera shaklida bo'lsa, sferaning hajmi nimaga tegadi? 4 taqsimi 3 pi r. Anladingmi? Bitta narsa bizdan bir yozib qo'ying. Men mana aytaman. Voy yozdim. Radius teng radius 0 a darajasi 1 taqsimi 3. Endi shu narsani qo'yib ketamiz joyiga. Bu bo'ladi a taqsim 4 taqsimi 3 pi to'g'ri. R nolvoyning kubi ko'paytirilgan. Mana bu a ildiz bo'lsa, kubga chiqarsak a ni o'zi bo'ladi. A ni o'zi bo'lgandan keyin tepadagi a bilan qisqaradi bu. Tepada bundan 3 chiqadi. 3 bo'lib 4 pi R nolvoyni birdan qiymatni qo'yamiz. 4.4 10 darajasi minusi 13 desa santimetrga, metr bo'lsa 15, birdan 15 deylik. Minusdan 15. Bak kubar bu. Ana shuni hisoblagan paytda yadroning konsentratsiyasi kelib chiqadi. Yadroning konsentratsiyasi 10 darajasi 38 nukleon taqsim santimetr kub ekan. Demak, ba'zini santimetr deb olsak ham bo'ladi. 10 darajasi minus 13 deb olsak birdan chiqadi. Mana shu yadroning konsentratsiyasi. Ana endi zichlikni yozamiz. Zichlik bu massa taqsimi hajm. Buni yana yozishimiz mumkin. Massa ko'paytirib n yozsam tushunasizmi? N mana. Konsentratsiya topdik-ku. Massaga boya aytdik, bitta atom massa birligi, ya'ni nukleonning bir dona nukleonning massasi nechaga tegadi? 1.67 10 darajasi minus 27 ni ko'paytirsak 10 darajasi 38 ga. Bu esa sizlarga yadroning zichligini beradi. Yadro zichligi taqriban 1.67 10 darajasi necha bo'ladi? 10. Kilogramga chiqsa agar kilogram taqsimi santimetr kub. Chunki biz santimetr kubda oldik nukleon soni. Bu barcha yadrolar uchun qiymat bir xil bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerda kitoblarda shunday berilgan, mana bu taqriban mana buni prosta 10 darajasi 11 kilogram taqsim santimetr kub. Taqriban shuncha. Chunki yadrolarda konsentratsiya miqdori faqat 10 darajasi 38, massa miqdori turli xil massa bo'lishi mumkin, massa miqdori oshib ketishi mumkin. Massa miqdori oshib ketgan bilan konsentratsiya miqdori son qiymatdan farqlanishi mumkin, lekin darajasi shunday.
Bu yadroning zichilik. Buni yozib oling. Yozing. Yadro fizikasida zarralar hamda elementar xususiyatga ega bo'lgan har qanday mikro zarralarning energiya va impuls orasidagi munosabat ikki nuqta qo'yilganda pastda bir no relativistik harakat uchun mana bu kinetik energiya. Impuls qanday teng? Impuls mv. Agar shunda impuls va energiya orasida munosabatni yozmoqchi bo'lsangiz, barobar m v kvadrat, tepani ham pastni m ga ko'paytiramizda, pastda 2m bo'ladi. Bu esa o'z navbatda p kvadrat taqsim 2m. Mana bu non relativistik harakat uchun impuls va energiya orasidagi munosabat. Buni yozganda ikkinchisi relativistik harakat uchun. Non relativistik harakat uchun yozganda ikkinchisi relativistik yoziladi. Relativistik energiya bilasizlar. M nolvoy S kvadrat taqsim 1 minusdan V kvadrat taqsim S kvadrat. Bu Lorentz almashtirishi deyiladi. Impulsimiz M V taqsim 1 minus V kvadrat taqsim S kvadrat. Ba'zi joylarda V taqsim S ni beta deb belgilaydi. Qulaylik uchun. Shuning uchun yozgan paytda ana bu 1 minus beta kvadrat, bunisi ham 1 minus beta kvadrat. Shuncha hayron qolmang. Beta degani bu belgilash kiritish mumkin. Belgilash kiritadigan bo'lsa, energiyamiz m0 s kvadrat taqsim 1 minus beta kvadrat. Ha, shunday. Sizlar ba'zi o'zga deyish mumkin. Beta kvadrat yoki impuls mv taqsim 1 minus beta kvadrat. Ana endi shu ikkita munosabatda bu formuladagi energiya bilan bu formuladagi impulsni tenglashtirish uchun mana bu ichkarida turgan v dan voz kechish kerak. Ya'ni bittasidan v ni topib olib, ikkinchisiga agar joriy olib qo'ysangiz, oxirida mana bunaqa munosabat kelib chiqadi. Buni uyda o'zlaringiz bir mustaqil ishlab kelasizlar, keyin menga ko'rsatasiz. Mana bunaqa narsa kelib chiqadi.
Uchinchisi relativistik harakatga ega. Relativistik harakatga ega. Relativistik harakatga ega zarrachaning relativistik harakatga ega zarrachaning impulsi hamda kinetik energiyasi orasidagi munosabat. Harakatlanib ketayotgan bo'lsa zarracha, yana kinetik energiyaga ega bo'lgan zarrachaning harakatlanish natijasida energiyasi, umumiy energiyasi nimaga teng keladi? Umumiy energiyasi m nolivor s kvadrat taqsim 1 minusdan beta kvadrat teng uning tinchlikdagi hamda harakatlanish natijasida u qandaydir kinetik energiyaga ega bo'ladi. Bu tinchlikdagisi bu umumiy energiyasi endi. Tushunarli? Shuning uchun har doim elementar zarrachalarda umuman yadro fizikasida o'tgandan keyin mikroobyektni har qanday holatda uning tinchlikdagi massasi deb ketamiz, lekin mikroalamda tinchlikdagi massa bevosita energiyaga aylanib keladi. Chunki Einsteinning teoramasi bor. Eslaringizda bo'lsa, y teng m c kvadrat. Endi yorug'lik tezligi doimiy bo'lsa, biz mikroobyektga o'tgandan keyin energiya bilan massa ikkovi proporsional bo'lib ketadi bir-biriga nisbatan. Shuning uchun mikroobyektning tinchlikdagi massasi bilan tinchlikdagi energiyasi deganda ikkovi bir-biriga deyarli teng narsa deb ketish mumkin. Impuls esa impuls bu yozdik. M v taqsim 1 minusi beta kvadrat. Mana shu ikkita narsadan agar sistemani ishlab qo'ysangiz, unda sizlarga impuls bilan energiya orasida bunday narsa kelib chiqadi. Impuls teng 1 taqsim s ildiz y kinetik plus 2 ta m 0 s kvadrat ana bunaqa narsa kelib chiqadi. Impuls bilan kinetik energiya orasidagi munosabat. Bu nima uchun kerak? Amaliyotda masala ishlatgan paytimizda shunaqa narsaga kelib qolishimiz mumkin. Buni ham yozib oladi. Ya, bitta narsa qolib ketdi. Bu izobarni yozdik. Izomer degan narsa qolib ketdi, ya. Izomer degan narsa sal murakkabroq tushuncha o'zi. Birdan tushunish. Nima yozdilar? Izomer tire, shu izomer qolib ketdi. Izomer tire yadrolarning protonlar, neytronlar hamda massa soni bir xil bo'lib protonlar, neytronlar hamda massa soni bir xil bo'lib energiya va yarim yemirilish vaqtlari bilan farq qiluvchi yarim yemirilish vaqtlariga farq qiluvchi yadrolar izomer yadrolar deyiladi.
massa soni bir xil mana. Bitta misol qo'yaman. Mana texnogen 137 Selsiy izotopi bor. Selsiy izotopi yemirilgan bitta yemirish natijasida mana bu bitta yemirish natijasida bariy 137 bariyga o'tadi. Bariy 56-nomer, Selsiy 55-nomer. Beta minus yemirilishda keyin o'tamiz, ana beta minus yemirilishda har qanday yadro beta minus yemirish bersa, uning zaryadi bittaga ortadi-da. O'zi izobar, mana 137 izobar. Chunki massa soni bir xil-ku. Izobar. Faqat har qanday yadro beta minus yemirish bersa, u yadrolarda zaryad tartibi bitta oshadi. 55 edi, bu tomondan keldi 56 bo'ldi. Endi qaranglar. Izomer mana bu yerda bor. Ya'ni aslida mana bu ham bariy, mana bu ham bariy. Faqat mana bu 137 kichkina m harf qo'yamiz, bariy yozamiz. Bu ham bariy, bu ham bariy. Bu yoqda ham 56 ta proton bor, bu yoqda ham 56 ta proton bor. Massa soni ham 137, massa soni 137. Bir-biridan massa soni zaryadi bir xil. Lekin mana bu yerda turgan bariyning tepada turgan, uyg'ongan holatda turgan bariyning asosiy holatga turgan bariyga nisbatan energiya farqi bor. Bu energiya farqi u gamma nurlarga 661,7 kilo elektron voltlarga hamda bu yerda turgan bariyning yarim yemirish davri 2,5 minut, bu yerda turgan bariy stabil bariy. Tushunarli? Demak, izomer holatda turgan bariyingizda yarim yemirish davriga ega. Bu esa 137 m bariy. Hali laboratoriya darsida ko'rishingiz mumkin buni. Bu esa taqriban 2,5 minutga teng. Bu yerda turgan bu cheksiz, buni yarim yemirish davri yo'q, bu stabil deyapti. Demak, ko'ryapsizmi? Izomer degani massa soni, zaryadi, neutronlar soni bir xil, lekin bittasi uyg'ongan holatda energiyaga ega va yarim yemirish davri bor, bittasi yarim yemirish davriga ega emas. Ba'zilari izomerlar ikki xildan bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu holatlar yana bitta uyg'ongan holat bo'lishi mumkin. Bu yoqda yarim yemirish davri misol boshqacha, bu yoqda yarim yemirish davri boshqacha. Bular bir-biridan ham energiya ham yarim yemirish davri bilan farqlashi mumkin. Endi bu yoqda men stabilni oldim, buni olganim, lekin murakkab yadrolarda shunaqa izomer holatlar mavjud. Hali nimaga o'tamiz? Leksiya darsiga o'tamiz. Izomer yadroda sehrli sonlar degan narsa bor. O'sha sehrli sonlarning atrofida bo'lgan yadrolarda izomer holatlar juda ko'p. Shuning uchun o'sha paytda izomerni ostrova deyiladi. Izomer orolchalar degan so'z bor. O'sha izomer orolchalar bevosita sehrli sonlarning atrofida miqdoran ko'p bo'ladi. Bitta misol keltirib, shuni yozib olsangiz, izomerga bo'ladi. Я от них самостоятельно работаю возьму? Можно вопрос? Nimaga izomer 137 bo'ldi, keyin 137 pastda bo'ldi, yana ikkita bettada, bittasi ham betda, pastga ham betda. Ekran energiyasi ikki xilmi shunda? Mana umi? Da. Bu boshqa energiya, bu boshqa energiya chiqadi. Ikkovi bir-biridan energiyadan farq qiladi. Ikkita izomer chiqishiga sabab nima o'zi? Yadroda nima bo'ladi? Ikkita bo'lib qolgan bular. Mana bu narsa yo'q-ku, faqat mana bilan mana bu aytasan? Nima ikkita bo'lib qolgan? Qarang, bunaqa narsa. Yadro, mana qarang. Yadro. Agar o'zidan bitta beta zarra chiqarsa, bu beta minus zarra degani bu aslida yadroning ichiga neutron protonga yemirilyapti-yu, elektron bilan neytrino anti chiqib ketdi. Mana shu jarayonda yadroning ichiga bitta protoncha yemirilyapti, neutronga o'tyapti. Endi qarang, yadroda Hobbeckli model degan narsa bor-da. Hobbeckli modelda xuddi atomlarga o'xshagan nukleonlar mana tartib bilan joylashadi. Proton bilan neutronlar tartib bilan joylashadi. Endi qarang, beta yemirilayotgan paytda biz bilmaymiz-ku, balki mana bu yerda turgan neutron yemirilish berdi. Neutron yemirilish berdi-yu, protonga aylandi.
Neutron yemirish protonga aylangan bo'lsa, bu yoqda protonga o'rin yo'q endi. Bu yer joyda boshqa neutron o'tish kerak, bu proton boshqa bo'sh proton joyga o'tish kerak. Shunda energetik holatlar orasida nukleonlar taqsimoti buziladi, ya'ni qayta taqsimlanish ketadi. Qayta taqsimlanish natijasida ayrim holatlarga zabrishonli taqiqlangan holatda proton bo'lish kerak, proton bo'lmaydi. Ana shu proton bo'lmagan joyda uyg'ongan holatdan o'sha pastda har doim proton to'ldirib yoki neutron to'ldirib ketish kerak. O'sha paytda o'zidan gamma quyon chiqaradi. Bu mana bu yadroning keyingi hosilaviy yadroning uyg'ongan va asosiy holatga bo'linishiga sababchi bo'lgan asosiy narsa shu. Agar biz ideal holatda qaraydigan bo'lsak, neutron bilan proton to'lib ketsa, oxirgi o'ringa kelib qolsa, o'sha oxirgi o'rindagi bitta neutron agar yemirilib qolsa, unda sen mana buni kuzatmaysan, mana bu bo'lmaydi. Faqat priyamo o'tish bu. To'g'ridan to'g'ri o'tish. Hech qanaqa, demak, yemirilayotgan yadro va hosilaviy yadrolar asosiy holatda bo'ladi. Shunaqa bor, shunaqa bitta yemirish borki, bitta yemirish natijasida hech qanaqa gamma quyon chiqmaydi. Bunda degani o'sha nukleonlar qayta taqsimot, ya'ni bo'lmaydi. Bu qobig'ning tashqarisida joylashgan hech qanaqa uyg'ongan holat hosil qilmaydigan nukleon orqali agar amalga oshirilsa, bunday turdagi bitta yemirilishda izomer holatlar hosil bo'lmaydi. Lekin ko'pincha deyarli 90% bitta yemirilish nukleonning ichiga nukleonlarning ichiga qayta taqsimlanish natijasida hosil bo'ladi. Bunda qayta taqsimot buzilgandan keyin ba'zi bir nukleonlarda bo'sh o'rindiq hosil bo'ladi. Ya'ni protonli dirka, neutronli dirka, proton yoki neutron bo'shlik hosil bo'lsa, o'sha proton hamda neutron bo'shlikda boshqa uyg'on holatdan proton nukleon o'tish natijasida hosilaviy yadro bevosita bizga gamma nurlanuvchi yadro bo'lib qoladi. Asosiy sabab shu. Bu narsa alfa yemirilishiga ham taalluqli. Alfa yemirilayotgan paytda ham yadroning ichidan qayerdandir mana bu yerdan bitta proton, mana bu yerdan bitta proton, mana bu yerdan bitta neutron, mana bu yerdan bitta neutron hammasi bir bo'lib alfa zarracha hosil qiladi, chiqib ketadi. Endi chiqib ketgandan keyin bu yerda yana qayta taqsimot bo'lib, nukleonlar yana qaytadan to'lib borish kerak. Ana shu qayta to'lib borish natijasida ba'zi joylarda vakant bo'lib ketadi. Ana shu vakant joyda har doim to'lib ketadi. To'lish bor postulatiga binoan bekordan bekor bo'lmaydi. Raznica energiyani chiqarib keyin to'lish kerak. Ana shu raznica energiya, demak, sun'iy holatda agar sen tabiiy holatda alfa yemirish kuzatmoqchi bo'lsang, hosilaviy yadrolar bevosita senga gamma nurlar manbai bo'lib qoladi. Qo'pol aytganda, gamma nurlar manbai doim sen gamma nur chiqib turadi. Chunki ichida doim o'sha to'lib borish ketyapti. U alfa yemirish chiqaryapti, qayta taqsimotni o'rnini to'ldirib, yana gamma nur chiqaryapti. Shuning uchun radioaktivlikka shunaqa gap borki, har qanday radioaktivlik hodisasiga albatta gamma nurlanish bor. Hov alfa bo'lsin, hov beta bo'lsin, orqasidan gamma chiqadi. Chunki yadroning ichiga nukleonlar qayta taqsimot bo'lishi kerak. Sinirgan chiqaradi. Shu ortiqcha energiya chiqarib oladi, shu porядкка keltirish uchun, ya'ni tartib bilan to'lish uchun. Ana shu gap bor.